Chirchiq davlat pedagogika universiteti, tabiiy fanlar fakulteti, biologiya yo'nalishi, 25-guruh talabasi Halilova Nigora. Mavzu: oksidlar nomlanishi, sinflanishi va formulalari. Oksidlar bu ikki elementdan tashkil topgan. Ulardan biri kislorod bo'lib, ikki oksidlanish darajasida qatnashadigan ikki komponentli noorganik birikmalardir. Ularning umumiy ko'rinishdagi formulasi ExOY. Bu yerda E oksid hosil qiluvchi element, X va Y stoichiometrik koeffitsiyentlar hisoblanadi. Oksidlarning nomlanishi. Formulaga qarab elementning oksidlanish darajasi aniqlanadi va nomda rim raqami bilan ko'rsatiladi. Buning formulasi En+O2. Temir 2 oksidini, temir 3 oksidini, azot 5 oksidini bunga misol qilishimiz mumkin. Ikkinchi, an'anaviy nomlash asosan kislotali oksidlarga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun oltingugurli angidrid va oltingugurt angidridini olishimiz mumkin. Sistematik nomlash oksidlarning molekulasidagi atomlar soni prefikslar bilan ko'rsatiladi. Bunda mono, di, tri, tetro qo'shimchalari doimiy qo'shib yoziladi. Agar oksid hosil qiluvchi element o'zgarmas valentlikka ega bo'lsa, element nomiga oksid qo'shimchasi qo'shib oksid nomi hosil bo'ladi. Agarda oksid hosil qiluvchi element o'zgaruvchan valentlikka ega bo'lsa, u holda element nomidan keyin shu elementning oksidlanish darajasi ham qo'shib aytiladi. Masalan, kaliy oksidi, temir 2 oksidi misol bo'ladi. Ushbu usulda faqat kislotali oksidlar nomlanadi, ya'ni bu oksidlarni angidrid deb atashdir. Angidrid so'zi suvsiz degan ma'noni anglatadi. Bunda biz kislota tarkibidagi metall massning oksidlanish darajasidan uning angidridi kim, ya'ni qaysi oksid ekanligini bilib olishimiz mumkin. Masalan, sulfat angidrid. Oksidlar ikki xil: tuz hosil qiladigan va tuz hosil qilmaydigan oksidlarga bo'linadi. Tuz hosil qiladigan oksidlarga asosli, kislotali, amfoter, qo'sh va peroksidlar kiradi. Tuz hosil qilmaydigan oksidlar esa befarq oksidlar hisoblanadi. Oksidlarning sinflanishi. Asosli oksidlar asosan metall elementlar hosil qiladi. Suvda va kislotalarda erib, asoslarni yoki tuzlarni hosil qiladi. Masalan, natriy oksid, kalsiy oksid, temir 2 oksidi. Kislotali oksidlar esa ko'pincha nometall elementlar hamda yuqori oksidlanish darajasidagi metall elementlardan hosil qiladi. Suv bilan reaksiyaga kirishib, kislotalar, asoslar, tuzlar hosil qiladi. Masalan, oltingugurt 6 oksidi, karbonat angidrid, fosfor 5 oksidi. Amfoter oksidlar ham kislotalar, ham asoslar bilan reaksiyaga kirishadi, chunki ular oraliq xususiyatli oksidlardir. Masalan, rux oksidi, alyuminiy oksidi. Neytral oksidlar. Neytral oksidlar kimyoviy jihatdan zaif faol bo'lib, kislotalar ham, asoslar ham reaksiyaga kirishmaydi. Masalan, uglerod 2 oksidi, azot 2 oksidi misol bo'ladi. Peroksidlar tarkibida kislorod bog'i bo'lgan oksidlarga peroksidlar deyiladi. Faqat 1 va 2 elementli metallargina peroksidlarni hosil qila oladi. Peroksidlar ikki turga bo'linadi: 1 valentli elementlarning peroksidlari va 2 valentli elementlarning peroksidlari. 1 valentli elementlarning umumiy formulasi E2O2 tarzida yoziladi. 2 valentli elementlarning umumiy formulasi EO2 tarzida yoziladi. Quyidagi jadvalda oksidlarning murakkab tasnifi bilan tanishishimiz mumkin. Jadvalda oksidlarning turlari, umumiy formulalari, ularga misollar va oksidlarning hosil bo'lish jarayonlari haqida izoh berilgan. Bular bilan tanishib chiqing. Oksidlar sanoatda juda katta o'rin egallaydi. Ular katalizatorlar sifatida ishlatiladi. Masalan, ba'zi metall oksidlari katalizator sifatida ishlatiladi. Masalan, vanidium 5 oksidi sulfat kislotasi ishlab chiqarishda katalizator sifatida qo'llaniladi. Kriyum oksidi geterogen katalizada ham ishlatiladi. Masalan, karbon monoksidini oksidlashda. Qurilish va keramika materiallarida ham oksidlar ishlatiladi.
Oksidlar keramika, shisha va devor qoplamalarida ishlatiladi. Ular oksid pigmentlar ham keng tarqalgan. Temir uch oksidi, masalan, rang beruvchi pigment sifatida g'isht va plitkalarda ishlatiladi. Ekologiya va energiya texnologiyalarida oksidlar chiqindi gazlarini tozalashda, ularni kamaytirishda katalizator sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, ba'zi oksidlar, masalan, keramika oksidi ion o'tkazuvchilar, yoqilg'i hujayralari, solid oksidlarida qo'llaniladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oksidlar kimyoviy birikmalar sistematikasining eng asosiy va universal sinfini tashkil etadi. Ular elementlarning oksidlanish darajasini, reaksion qobiliyatini va fazoviy xossalarini aks ettirib, kimyo fanining ham nazariy, ham amaliy bo'limlarida muhim o'rin egallaydi. Oksidlarning sinflanishi ularning kislotali asosiy xossalariga asoslanib, kationning oksidlanish darajasi va elektron tuzilishidan kelib chiqadi. Nomlanish tizimlari esa kimyoviy struktura murakkabligini rasmiy tarzda ifodalash imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Halilova Nigora bo'ldi.